Bir olim 1401-yil yarim kechasi Amir Temur tarafidan huzurga chaqirtirilgach, boshi ketishidan qo'rqsa-da, chorasizlarcha yo'lga chiqdi. Bu olim Ibn Xaldun edi. Sivas shahrini egallagandan so'ng Sohibqiron mamluklar tuprog'iga qadam qo'yadi va Shomgacha yetib kelgandi. Mashhur muqaddima asarining muallifi Ibn Xaldunni esa ilmiy suhbatlar qurish uchun chaqirtirgan bo'lib, olimning qo'rqishiga hojat yo'q edi. Bu suhbatlarda Ibn Xaldunning tili arabcha, Sohibqiron Amir Temurning tili turkiy chig'atoycha bo'lganligi uchun Hanafiy fuqahosidan Abdul Jabbor ibn Nu'man afandi tarjimonlik qildi. Amir Temur va Ibn Xaldun o'rtasida yana 4 marotaba xuddi shunday ilmiy suhbatlar o'tkazildi. Deyarli barcha uchrashuvlarda Amir Temur suhbatlar asosida Ibn Xaldundan muqaddima asaridagi asobiyya tushunchasi va Shimoliy Afrika qit'asi haqida ma'lumotlar istadi. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, birgalikda erishta sho'rvasidan ichishdi. Bu uchrashuvlarning birida Ibn Xaldun Sohibqiron Amir Temur hazratlariga Qur'oni Karim, joynamoz va Qohira shirinliklaridan hadiyalar keltirdi. Taqdim etilgan hadiyalarni qabul qilgach, Amir Temur ularning ichida Qur'oni Karimni ko'rib, darhol qo'liga oldi, o'pdi va peshonasiga ko'tardi. Ikkisining ilmiy suhbat va bahslari orasida Amir Temur ham Ibn Xaldunning bergan ba'zi ma'lumotlarni noto'g'ri ekanligini aytib tuzatdi va undan Shimoliy Afrika o'lkalarini qisqacha ta'riflagan bir risola yozishini xohladi. Bu uchrashuvlar haqida to'liq ma'lumotlarni Ibn Xaldun o'zining avtobiografiyasi bo'lgan At-Tarif asarida batafsil keltiradi. Temuriylar haqida shunday manbalarga suyangan ma'lumotlarga qiziqsangiz, izohlarda fikrlaringizni qoldiring va videolarimizni ulashib qo'ying.